Endi esa ikki xil o'qiluvchi undoshlar mavzusini boshladik. Darsda bu haqda tanishtirib chiquvdim. Yana bir bor eslatib o'taman. Qaranglar, mana bu joyda harflar, masalan, C harfi, G harfi, S harfi, X harflari berilgan. Xo'p, shulardan birinchisi C harfi haqida to'xtalib o'tamiz. Yangi ingliz tili o'rganayotganlarda shunday muammo bo'ladiki, C harfini qachon S o'qiyman, qachon K o'qiyman. Demak, bu muammoga biz uchraganmiz. Qachondir S deb o'qiladi, qachondir K deb o'qiladi. Agar 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 C harfi, qaranglar, mana C harfidan keyin Y harflari kelsa S o'qiladi. Mana C harfidan keyin Y harflari kelsa S o'qiladi. Yoki bo'lmasa Y harflaridan oldin C harfi kelsa bu S o'qiladi. Mana bu joyda demak C harfidan keyin yoki dan oldin C kelyapti. Mana bu joyda dan oldin, mana bu joyda dan oldin C kelyapti. Mana bu joyda dan oldin C kelyapti. Demak, mana bunday holatlarda C o'qiladi. Masalan, cent, ya'ni mana bu joyga qaranglar, ba'zi birlar cant o'qib ketishi mumkin. Cant emas, cent. Bu joyda mana pencil, penkil emas, pencil. Mana bu joyda IK emas, IC o'qiladi, ya'ni C. Y harflaridan oldin kelsa S o'qiladi. Endi ikkinchi joyga qaraymiz. U harflaridan va barcha undoshlardan oldin hamda so'z oxirida kelsa K o'qiladi. Masalan, harfi, mana harfidan oldin kelyapti, sap emas, cap o'qiladi. Keyingisi O harfidan oldin kelyapti, som emas, kam o'qiladi. Keyingisi mana bu joyda sap emas, kap o'qiladi. Mana bu joyda black, mana black. Undosh harfidan oldin, undosh qaysidir boshqa undoshdan oldin yoki bo'lmasa so'z oxirida kelganda K tarzda o'qilaveradi. Ya'ni S tarzda o'qilishi faqat Y harflaridan oldin kelsa. Keyingisiga o'tamiz. Bunda ham xuddi shunday. G harfi, mana Y harflaridan oldin kelsa J o'qiladi. Mana bu joyda J, sizlar bilasizlar buni. J tovushi qanday qilib yozilishini. Masalan, hop, harfi, mana harfidan oldin kelyapti, page. Harfidan oldin kelyapti, jin. Hop, Y harfidan oldin kelyapti, gypsy. Demak, page, jin, gypsy. J tarzda o'qilyapti. Keyingisi U harflaridan oldin, barcha undoshlardan oldin va hamda so'z oxirida kelsa G tarzda o'qiladi. Mana good, good. O harfidan oldin kelyapti. Green. Mana R, ya'ni undoshdan oldin kelyapti. Mana bu joyda big, big oxirida kelyapti. Demak, bu joylarda G tarzda o'qiladi. J emas. Masalan, ju deyolmaymiz, green deyolmaymiz yoki beach deyolmaymiz. G tarzda o'qiladi. Demak, sizlar yodlashlaring kerak bo'lgan narsa Y dan oldin kelsa J o'qiladi, U dan oldin kelsa G o'qiladi deb yodlashlaring kerak bo'ladi. Keyingisi S harfi, mana so'z boshida jarangsiz undoshlardan oldin va so'z oxirida jarangsiz undoshlardan so'ng. O'zbek tilida jarangli, jarangsiz degan narsani sizlar yaxshi bilasizlar. Masalan, jarangsizlarga P, K, S, T tovushlari kelsa, jaranglilarga B, G, Z kabi tovushlar kiradi. Endi so'z boshida deyapti, qaranglar, so'z boshida jarangsiz undoshlardan oldin. Jarangsiz undoshlardan oldin va so'z oxirida jarangsiz undoshlardan so'ng. Mana bu yerda sit, mana sit. Demak, so'z boshida kelyapti. Demak, jarangsiz undoshdan oldin. Demak, S dan keyin jarangsiz undosh kelyapti. Sit, S o'qiladi. Student, mana jarangsiz undosh mana bu joyda ham bor. ST, student, T jarangsiz. Demak, S jarangsizlardan oldin kelsa, o'z-o'zidan jarangsiz S o'qiladi. Lists, mana lists. Demak, jarangsiz. T bu yerda jarangsiz. Shuning uchun ham S'lar Z emas, S o'qiladi. Endi ikkinchi o'rinda unlilar o'rtasida kelsa, ya'ni ikkita unlining o'rtasida kelsa va so'z oxirida unli va jarangli undoshlardan oldin kelsa. Hop, masalan, please. Mana shu so'zga to'xtalib o'tamiz. Please. Mana ikkita unli A va I. Ikkita unlining o'rtasida kelayotgani uchun Z o'qiladi bu.
Mana unlilar o'rtasida, mana unlilar o'rtasida z o'qiladi. Endi so'z oxirida kelsa, masalan, tayiz bo'lib kelyapti. Qaranglar, tayiz. So'z oxirida unlidan keyin kelyapti, shunday. Unli va jarangli undoshlaridan so'ng. Mana tayiz unlidan keyin kelyapti so'z oxirida. Mana bu joyda paniz, n bu yerda jarangli, shuning uchun ham s emas z tarzida o'qiladi. Keyingisi aks undoshlardan oldin va so'z oxirida ks deb o'qiladi. Urg'uli unlidan oldin gz deb o'qiladi. Undoshlardan oldin, mana qaranglar, text. Mana undoshlardan oldin text yoki so'z oxirida six ks o'qiladi. Urg'uli unlidan oldin gz, mana gz. Exam, exam. Mana am, mana bu a ga urg'uli bo'g'in hisoblanadi. Urg'uli bo'g'indan oldin gz tarzida o'qiladi. Exam deb turib. Xo'p. Endi qaranglar, bir yo'la mana bu qoidani ham sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Mana shu videoning ichida undosh harflar, undosh harf birikmalarini o'qilishi. Hop. Undosh harf birikmalari yo'q. Men bu videoni alohida qilmasam bo'lmaydi, chunki mavzu umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu videoni o'chiraman-da, to'xtatib turib boshqa video qilaman sizlarga.